Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz hozir Uyg'urlarniki dasturxon madaniyatini tunishtirmoqchi. Bizning oilalarda Uyg'urlarniki madaniyatida biz aslında shunday ko'plarning ustida shu shaklda o'tiribdik. O'tirishning ikki usuli bor, ya ma'qul o'tirish usuli, jazo qilib va yoki ma'qul shaklda o'tirish usullarida. Ko'pincha dasturxonda biz o'tirgan usul bu xil usul. Biz tamak yeyishdan burun her vaqt qo'limizni yuyamiz. Yani bu aptuva, bu çılapça. Bunun bilan mimarlarga suv qo'yib, tamak yeyishdan bir qo'l yuvishga imkonimiz. Aslan. Yani 3 qatam qo'l suv veramiz. Qo'l suv vergan vaqtida rahmat deydi, lekin biz eşqallar deymiz. Buna bu unga. Polisle kurtarlar ya. Mana endi biz tamak yeyishdan burun bu Uyg'urlarniki qo'l yuvish odati, endi biz tamak boqsaq bo'ldi. Qani mazaga qo'ydi.